1 daqiqa ichida notanish odamlarga vlajniy salfetka sotishingiz kerak bo'ladi. Har bitta sotgan salfetkangiz uchun sizga 20 ming so'mdan beramiz. Rozimisiz? 1000 so'mdan sotaymi? Istagan so'mmangizda. Xo'p. Vaqtimiz ketdi. Boshlang. Yigitlar, salfetka olinglar, o'yin bo'lyapti-da, 2000 dan bittasi. Olinglar, sizlar agar salfetka olsanglar, bu qizimiz pul yutib oladi. Boshqalarga taklif qilib ko'ramiz tezroq. Sizlarga kerak emasmi? 2000 20 tasini. Olsangiz 1000 so'mga oling. Deyli. Bitta, har bir kishiga bittadan kim oladi? Oling. 2000 dan. Kimdan? Nechta bo'ldi? Pul beraman men. Ha, pul beringlar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, lekin vaqtimiz Ana bering yana. 5 ta bo'ldi. Qarang, hammasini pulini olishingiz kerak bo'ladi. Vaqtimiz 10 soniya qolyapti. Harakat qilamiz. Do'stlar, yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Ishonchda o'yinning oxirigacha ishonchga tashrif buyurib, istalgan turda aytlarlaringizni 15% chegirma va 20% bonuslardan xarid qilishingiz mumkin. Vaqtimiz tugadi bo'ldi. 2000. Vaqtimiz tugadi. Qarang, 1 daqiqa 5 soniya. 120 ming so'm pul yutib oldingiz. Tabriklaymiz. Aytgancha, samarqandlik bolani YouTube va Instagramga obuna bo'lib qo'ying. Rahmat. Obuna bo'lib qo'ying.